alaykum. Hop, bugungi darsimiz endi test case'dan keyin test plan tuzish haqida ketma-ketlik bo'yicha. Hop, demak, test plan haqida gapirsak. Yangi loyihaga yondashuv bo'yicha, hop, siz kirdingiz yangi loyihaga. Yangi loyihaga qanday yondashasiz? Ya'ni testni rejalashtirasizda. Bu testni rejalashtirish asosan middle QA lar qiladi. Juniorlar qilmaydi, lekin juniorlar baribir o'zi test plan nima degan haqida, masalan, siz ishga kirdingiz. Test plan tuzib olishimiz kerak desa, osmondan tushgandek bo'lmasligingiz uchun sizga test plan dokumentatsiyasini ko'rsatamiz. Xo'p, demak, xo'p, test plan o'zi nima? Test plan, tasavvur qiling, sizga product owner keldida, loyiha boshlanyapti. Masalan, test shop degan do'kon loyihasi boshlanyapti. Hali bunday sayt bo'lib chiqmagan, lekin shuni qilamiz, ya'ni do'kon sayti, marketplace qilamiz, narsalar sotiladi, buyumlar bo'ladi, zakaz qilsa bo'ladi, savat bo'ladi. Qisqasi to'liq sayt sizga tushuntiryapti. Shu jarayonda demak test plan qilinadi. Ya'ni saytni yasalish jarayoni bilan bir vaqtda hamohang uni qanday test qilish rejasi umumiy ko'riladi. Qanday degan faqat so'z emas, balki umumiy tushuncha ko'riladi. Shunda QA lead, endi tasavvur qilaysiz, siz QA lead bitta kompaniyada, sizga muddati bo'ladi, qanday uslublari bo'ladi. Siz shu yerda nima qilasiz? Junior QA bo'lsa aytadi, test case yozaman deydi. Test case boshqa narsa. Test case bu test planning ichidagi bir bo'lim desak to'g'riroq bo'ladi. Katta umumiy bir elektronika desa, shu elektronika ichidagi telefon bir bo'lim bo'lsa, ya'ni bir oddiy bir naqasi bo'lsa, element bo'lsa, test plan bu umumiy elektronika degan. Test plan hamma jamoada bo'ladi. Biz standartlar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Garchi bugungi kunda bizning hududlarda, O'zbekistonda standart bo'yicha ishlanmasa ham, biz standartlar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Xo'p, uy qurishga misol keltirgan, o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, quruvchi to'g'ridan-to'g'ri g'isht terib ketmaydi. Uy qurmoqchiman desangiz, uyingizda chizmasi bo'ladi. Qancha g'isht ketishi, necha kishi ishlashi, qancha sement ketishi, qancha vaqtda bitishi, qisqasi to'liq reja bo'ladi. Mana shu reja plan, ya'ni test plan kodingda, xo'p, bu narsa testlashning rejasi bo'ladi. Xo'p, test plan loyihada nimani, qanday va qachon testlash haqida rasmiy hujjat. Mana shu zo'r tushuncha bo'ladi. Va sizga test plan nima desa, nimani testlaymiz, qanday testlaymiz va qachon testlaymiz, umumiy tushuncha. Odatda Google Docs yoki Confluence'da yoziladi. Endi farqi yo'q, xohlang Chornovikda yozing, xohlang Word'da yozing. Bu umuman ahamiyat kasb etmaydi. Odatda aytilgan. Test planni kim yozadi? Test lead yoki QA leadlar yozadi. Senior QA bo'lsa, bu kichkina loyihalarda yozadi. Katta loyihalarda. Middle'lar deyarli yozmaydi. Juniorni aytishimiz ham shart emas. Bu aytganimizda junior uchun nima muhim desa, test planni tushunish kerak. Chunki yozgan dokumentatsiyani siz tushunmasangiz, yuqoridagi test lead yoki QA leadlar bilan ishlashingiz qiyin bo'ladi. Mana endi test planni dastlabki qismi kiramiz. Asosiy biz yodlashimiz kerak bo'lgan qismi haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchisi scope. Scope nima degani? Qamrov. Ya'ni bizni testlashimizning chegarasi bor-da. Mana bu saytda hamma narsani testlaymiz deb bo'lmaydi. Masalan, mahsulotlardan tortib biz to savatgacha bo'lgan bo'limni tekshiramiz. Mana shu bizning qamrov, bemalol qamrovimiz scope. Masalan, qamrov qilib olasiz. Masalan, nima testlanadi? Bosh sahifa, login, registr, mahsulotlar katalogi, masalan, savatcha ishlayaptimi, to'lov qilsa bo'ladimi? Xo'p, savatchaga o'tgandan keyin bitta narsani savatchaga qo'shaylik. To'lovga o'tsa bo'ladimi? Mana shu narsalar tekshiriladi. Bizda demak o'tib bo'lmayapti, bug bor ekan. Buni o'chiramiz. Bu o'zi atayin qilingan, endi tushuntirib ketish uchun aytyapman. Scope. To'lov sahifasi test qilinadi. Ya'ni bu hali testlanmaydi. Testlash uchun qilinishi kerak bo'lgan dokumentatsiya. Nimalarni test qilamiz degan dokumentatsiya. Xo'p, nimalar test qilinmaydi? Out of scope. Ya'ni nima qilinmaydi? Admin panel. Alohida loyiha, masalan, mana bu saytda admin paneli bor-da, narsalarni joylash uchun yoki yangiliklar qilish uchun admin panel bor. Har bitta saytda o'zini admin paneli bo'ladi odatda. Ko'rib turgan holatingizda admin paneldan to'g'rilaydi. Masalan, Olixni oladigan bo'lsak, Olixga kirsak,
admin panel haqida tushuntirib ketaylik. Mana bu elektronika boshqa bo'limlar bor. Shu bo'limlarda yana bir bo'lim ochish kerak. Masalan, hozir yangi bo'lim ochilgan. Mana dacha degan bo'lim bor, quruvchidan degan bo'lim bor, masalan. Shu yerda bitta bo'lim ochish kerak. Eski kiyimlar degan bo'lim ochish kerak, masalan. Shu bo'lim mana adminkadan qo'yiladi. Dasturchilar shu narsani qo'shib bersa, adminkadan qo'yiladi. Bo'lmasa, mana bu siz yuk yangi e'lon qo'ymoqchisiz. Sizning e'loningiz e'tibor qilgan bo'lsangiz, joylaganingizdan to'g'ridan-to'g'ri joylashmaydi. Adminlarga boradi, adminlar buni tekshiradi, keyin saytda ko'rinadi. Shu adminkani tekshirish kerakmi? Masalan, ba'zi loyihalarda kerak bo'lmaydi. Bu ya'ni mana bu ro'yxatda keltirganimiz bu tushuncha o'laroq. Buni QA belgilaydi. Buni qilamiz, buni qilmaymiz, buni qilamiz deb aytadi. Bu sizga in scope bilan out of scope nima ekanligini, ya'ni qamrov ichida nima olinadi, qamrov ichida nima olinmaydigini bildirish uchun bo'layotgan narsa. Mana shularni yodlab chiqishimiz kerak ekan. Bosh sahifa, login, registr ekan, katalog ekan demaysiz. Chunki har bitta produktda katalog bo'lmaydi-da, savat bo'lmaydi. Masalan, Kunuz degan saytimiz bo'lsa, O'zbekiston sayti ko'p ko'ramiz shuni. O'zimiz reklama qilib ketaylik, shu Kunuzni ko'rmaylik mayli. Flexoba degan sayt bo'lsa. Flexoba degan saytimizda masalan bizda savat yo'q-da bu yoqda. Xo'p, siz login bo'lsangiz, login bo'lganingizdan keyin bitta savat bo'lmaydi. Masalan, yuk qo'ymoqchisiz, boshqa narsa qilmoqchisiz, sizga savat bo'lmaydi-da. Nima? Yuk qo'yishni tekshirasiz, yukni transportga yuborishni tekshirasiz yoki xullas logikasi umumiy shunday bo'ladi. Scope nima bo'ladi desa, mana scope mana bu qismlarni tekshiramiz, buni tekshiramiz. Mana buni tekshirmaymiz degan, bu out of scope, buni tekshirmaymiz deyish mumkin. Yo bo'lmasa, yana out of scope nima desa, adminkani tekshirmaymiz. Buni ham adminkasi bor. Masalan, men yangi yuk qo'ymoqchiman, to'ldirdim, keyingisiga o'tdim, qo'ydim, qo'yganimdan keyin bo'ldi degandan keyin yuk sразу bu yoqqa chiqmaydi. Masalan, nimaga aytsa, chunki men noto'g'ri daniylar bilan to'ldirib qo'ygan bo'lishim mumkin-da. Mana yerda qaysi qishloqda qo'ygan bo'lishim mumkin, bu yoqda yo'q joyda endi bitta nastroyka bor. Narxini nereal qo'ygan bo'lishim mumkin, kunini juda oshirib olgan bo'lishim mumkin. Qisqasi, men standartlardan oshib ketdimmi? Bu narsa admindan tekshiriladi, supportlar tomonidan keyin qo'yiladi. Xo'p, demak, umumiy tushuncha scope nima ekanligi haqida bo'ldi, chegara, qamrov. Keyingisi test strategy, ya'ni test strategiyasi. Strategiya bo'ladi, nima? Qanday testlaymiz? Masalan, shunga ochdik bo'ldi, buni bosaman, uni qilaman, bunga bosaman, qo'shib ko'raman. Yo'q, bu strategiya emas, bu tavakkal, monkey testing bo'lmasa bu exploratory testing, tajribaviy kelib chiqish. Lekin bizga strategiya kerak. Strategiya nima kerak? Ertaga bizga report, отчет tayyorlashimiz uchun. Nimani tekshirdik, qanday tekshirdik deb tepadagilarga aytishimiz uchun. Masalan, bug chiqayotgan bo'lsa, bitta saytdan siz ishlamayapsizlarmi desa, yo'q, men ishlayapman. Mana functional testing qildik, UI testing qildik, performance testing qildik. Xo'p, nimada muammo bo'ldi desa, mana yerda bir kun skidka qilgandik, OLX ga yoki mana Flexobaga bir kun skidka qilgandik. Yuk qo'yish bo'yicha bir 100 ming odam yuk qo'yib yuboribdi, sayt error bo'lib qolibdi. Mana boya ko'rdingizmi, savatda yuk to'lov o'tish bo'lsa 400 beradi. Sayt mana qotib yuboribdi desa, biz demak functional testing qilibmiz, UI testing qilibmiz-da, load testingni, performance testingni ichiga deb qilib ketuvdik, lekin e'tibor qilmabmiz. Masalan, ya'ni inobatga olinmagan joydan bug chiqsa, chiqishi mumkin bo'lsa, test strategiyaga kiritishimiz kerak. Hozir bunda bor, mana performance testing ichida Gmeter, mana bizda toolimiz bor. Bunda load testing bo'ladi. Demak, test strategiya nima o'zi desa, biz qanday testlashimizni dokumentatsiyada ko'rsatishimiz kerak. Functional testing qanday bo'ladi? Bular haqida o'tganmiz, 10-darsda esinglarda bo'lsa, yana bir eslab olasizlar. Xo'p, men 2ta narsa bo'ldi. Scope bilan test strategiya nima bo'ladi? Strategiyasi qanday bo'ladi? Strategiya nima desa, o'zi buni 10-darsda tushuntirganmiz. Ko'rib olasizlar, kim tushunmayotgan bo'lsa, qayta ko'radi. At-takror yu'allimul himar deydi-ku, takror bilan eshak ham o'rganadi deydi. Xo'p, demak resource, endi eshak degan ma'noda hurmatsizlik ma'nosida aytmayapman, hatto eshak ham degan. Agar juda aql bo'lmasa ham o'rganib oladi degan ma'noda aytilgan. Arablardagi maqol bu, meni gapim emas. Xo'p, resources bu resurslar. Schedule bu mundarija. Xo'p, kim va qachon degan tushuncha. Resurs va schedule, ya'ni kim va qachon. Jamoangizga vaqt jadvali, keyin toollar kerak. Masalan, bizga resurs deganda odam ham resurs bo'laveradi. Bitta QA lead kerak, ikkita manual QA kerak, bitta automation QA kerak. Bu ya'ni bizga resurs. Masalan, siz shuncha 3ta, masalan 4 ta odam bo'lsa,
shuncha vaqtda masalan jadval qilib berasiz. Shu narsalar bizda shu toollarga dastur bo'lsa, sotib olib berishsa, biz qilib beramiz degan resurs bo'ladi. Bu resurs ham keyin jadval ham, schedule ham xo'p test planda ichida bo'lar ekan. Demak, scope, test strategy ketdi, resurslar va schedule, jadval bu uchinchisiga kirib ketdi. Xo'p, chunki schedule resurslar ichiga kirib ketadi-da. Bu ham bizga nima kerak desa, bizga vaqt kerak, resurs. Bizga nima kerak? Bizga odamlar kerak, resurs. Bizga nima kerak? Bizga toollar kerak. Mana bunaqa test trailni olib beringlar, profilni, Jiraga olib beringlar. Bizga shu narsa resurslar kerak. Resurs bo'lmasa ishlata olmaysiz. Bizga masalan cloud kerak, Codex kerak, resurs. Yozaverasiz buni ham, demak QA lead yozib beradi. Agar siz bu narsalarni resurslar nimaligini bilib olsangiz, test strategy bilan scope yaxshi bilib olsangiz, siz juniordan tezroq middlega, balki seniorga o'tishingiz oson bo'ladi. Xo'p, keyingisi 4-chi bizga kerak bo'ladigan narsa risklar. Keyin risk o'zi nima desa, mitigation risk. Risk bu xavf o'z nomidan. Risk qilma deydi-ku, tavakkal qilma deydi. Xo'p, nima bo'lishi mumkin? Productionda risk bor, loyiha bilan bo'ladigan proyekt risk bor. Masalan, loyiha bilan bo'ladigan risk vaqt yetmasligi mumkin. Aytish kerak, masalan, biz bir hafta, 4 hafta oldik, yo risk ham bor, bir hafta qo'shimcha olib olaylik. QA birontasi kasal bo'lib qolishi mumkin. Biz masalan 4 haftada mo'ljallavdik, lekin masalan automation kasal bo'lib qolsa, bizning ishimiz automationsiz bitmaydi. Demak, yana qo'shilishi mumkin. Risklarni inobatga oladi. Bundan tashqari, bu uchalasidan tashqari, resursdan tashqari risk inobatga olinadi. Xo'p. Keyin talablar o'zgarib ketishi mumkin. Talablar o'zgarib ketishi mumkin emas, aniq deylik. Bo'lim ham O'zbekistonda masalan bizga mana bu bo'lim kerak emasdi deydi. Dokumentatsiyada kerak degandilaring-ku desa, yo'q, qara deyib odamlarga kerak emas ekan. Demak, bu buni olib tashlash, buni olib tashadi dasturchi. Olib tashlagandan keyin yana siz uni tekshirasiz, yana vaqt ketadi, yana QA ajratiladi, yana jadvaldan tarafda alohida ish qilinadi. Bunga riskni inobatga olishingiz kerak. Shuning uchun buni 4 hafta emas, 6 hafta yoki 5 hafta qanchadir muddatda olasiz, chunki siz talablar o'zgarib ketishi mumkin. Demak, risk shunday inobatga olinadi. Produktda risk bor, ishlamay qolishi mumkin. Siz to'g'ri tekshirmay qoldingiz, nimadir sayt sekinligi bo'lishi mumkin, foydalanuvchi danisi yo'qolib qolishi mumkin. Ya'ni saytda qanaydir muammo bo'lishi mumkin, dasturchi yozgan kod orqali yoki boshqa. Demak, 4-chi bizga kerak bo'lgan narsa test planda bu risk. Intervyularda ham so'rasa shuni aytib berishimiz kerak. Nimalar kerak desa, scope, test strategiya, resurs va 4-chisi risklar inobatga olinishi kerak deysiz. Endi buni odatda juniordan so'ramaydi, bilib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Va 5-inchisi entry, keyin exit kriteriya, ya'ni qachon boshlaymiz, qachon tugatamiz degan tushuncha. Xo'p, endi bu biz qachon boshlaymiz desa, entry qachon bo'ladi? Dasturchilar masalan bugun 9-iyul bo'lsa, iyun bo'lsa, sizga 15-iyunga mana bu bitta featureni qilib beradi. Siz masalan 11-iyunga olsangiz, uni 5 kun tekshirasiz, 1 kun risk inobatga olasiz, 6 kun tekshirasizda, keyingi hafta masalan hozir kalendarda ko'radigan bo'lsak, 11-iyunga bizga mana bu featureni tekshirishga berdi. Mana bu savatga qo'shish tugmasini tekshirishga berdi. Keyin to'lovga o'tish tekshirishga berdi 11-iyunda. Biz hali bergan yo'q, 11 kelgani yo'q, beradi. Biz bunga 4 kun desak, 1 2 3 4. Masalan, endi bu 4 kunlik ish emas, endi misol uchun aytyapman. 1 kun riskini olsak, biz 16siga aytishimiz kerak, lekin biz shanba kunida ish kuniga hisobga olmaymiz. Biz 17sini olishimiz kerak. Juma, shanba, yakshanba kirmaydi. Shunda 17sini yoki 18 mana shunaqa tarzda biz entry qachon bo'ladi, exit qachon bo'ladi, buni umumiy test jihatdan aytib o'tishimiz kerak. Xo'p, build dasturchidan kelgandan keyin deploy qachon bo'ladi? Build nima desa, shu dasturchi kodni yozdi, keyin uni push qildi. Test environment, ya'ni sizga dev sizda o'zingizda alohida siz uchun environment muhit qilib berish kerak. Masalan, Olix saytini ko'radigan bo'lsak yoki Flexoboni ko'radigan bo'lsak, bu ko'rib turgan saytingiz test uchun berilgan. Mana e'tibor qilgan bo'lsak, mock site degan. Mock degani o'z nomidan test. Agar biz asl saytga kirmoqchi bo'lsak, Flexoboga kirsak, bizda asl saytimizga masalan kiradi. Mana asl saytimiz mana bu. Ko'rdingizmi? Demak, biz endi test environment nima uchun test environment kerak? Nima uchun biz asl saytni tekshirmaymiz? Chunki biz mana biror noto'g'ri ma'lumot kirib test qilib ko'ramiz, o'tib ketib qolsa, userlarga ko'radi, userlar ishonchliligi yo'qoladi. Biz hamma narsa qilib ko'radi-da, QA'lar buzib, bu yo'llarni o'zgartirib, masalan, hozir sizga bir narsani o'rgataman, masalan, mana buni qilib ko'rasiz. Rating degan so'z bor. Rating qarang, rating.
siz shuni ruytung deb yozib qo'ysangiz, ruytung yoki tarifi degan so'zni bekorchilar deb yozib qo'ysangiz, bekorchilar deb yozib qo'ysangiz, bekorchilar turdi. Xo'p, bu endi bizni o'zimni UI'imni men o'zgartiryapman-da. Endi shuni men obnovit qilsam, ya'ni pejda obnovit qilsam bu yozuv turadimi, yo'qmi? Mana shunaqa narsalardan tekshiruv turadi-da, kuylar mana qarang. Hozir men buni obnovit qilaman, qarang. Ruytung bilan bekorchilar turadimi? Yo'q, turmaydi, ketdi. Demak, bitta test jarayonini ko'rdik. Nima demoqchiman? Test data, test environment bizga alohida kerak, userlar ko'rmasligi uchun. Keyin bizdan o'tgandan keyin o'sha bu asosiy productionga chiqadi. Production dev degani shu, dev bu yoqda bo'ladi. Production asl userlar ko'radigan joyi. Test case'da yozilgan, review qilingan, ya'ni qancha vaqtda test case yoziladi, qachon yoziladi va qachon tugatib bo'linadi, boshlanadi qachon. Masalan, mana bu saytga 500 ta test case yozish kerak. Endi ko'payib ketdi. 90 ta test case yozish kerak. 12-kundan boshlaymiz. Dam olish kunlaridan tashqari 20 kunda yozib tugatamiz. Masalan, mana shuni entry exit kriteriya yoziladi. Bu schedule bilan nima farqi bor? Schedule'da umumiy muddat yoziladi. Bunda qachon kirib, qachon chiqish yoziladi. Xo'p, exit kriteriya, entry kriteriya boshlash uchun nima kerak? Exit kriteriya tugatish uchun nima kerak? Masalan, barcha priority 1, priority 2 buglar, ya'ni priority 1 degani saytni ishlashiga mutlaq xalaqit beradigan buglar. Masalan, men to'lovga o'tish bu priority 1. Men narsa sotib ola olmayapman. Bu demak klient yutqazyapti. Klient debman, ya'ni klient deganda ikki xil klient bor. Narsa oluvchi klient bor, keyin sizni ishlatadigan produktni egasi, product owner bo'lgan klient bor. Hozir mijoz bizda yutqazyapti, boshqa mijoz ola olmagani uchun. Xo'p, chunki bu P1, ya'ni priority 1 tuzatilmagan. Ya'ni exit kriteriyada priority 1 lar hammasi ishlayaptimi? Bu ishlayaptimi? Bu ishlayaptimi? Asosiy, ya'ni saytni asosiy jarayonlari ishlayaptimi? Ikkinchisi asosiy jarayonlardan tashqari priority 2 bo'lgan, ya'ni pastroq priority bo'lgan jarayonlar ishlayaptimi? Bular buglar tuzatilganmi? 95% case past holat. Ya'ni boya 90 ta test case yozdik. Shunda 90 tasi o'tib bo'ldi, ishladi, ya'ni testlar bo'lindi. Regression testing qilindi, ya'ni regression testing oldan o'tganmiz. Test summary report tayyor. Test summary report nima o'zi desa, buni ham aytgan bo'lsak kerak, yana takrorlaylik. Masalan, mana bu istalgan saytni testladik, 90 ta test case qildik, uni 80 tasi muvaffaqiyatli o'tdi, 5 tasini testlashga imkoniyat bo'lmadi, 5 tasini hali testlab ulgurmadik. Ya'ni test summary umumiy summary natija, report natija qanday bo'lgani jarayon haqida. Demak, entry bilan exit kriteriyani tushundik. Tushunmasak yana savollar berishingiz mumkin yoki GPTdan, ChatGPT, Gemini'dan so'rashingiz mumkin. Xo'p, deliverables degani bor. Nima topshiramiz? Xo'p, oxirgisi xo'p, test natijasida QA jamoa beradigan hujjatlar va materiallar. Endi biz testlab bo'ldik. Endi biz testlab bo'ldik deb qo'yamizmi? Yo'q. Biz mana shu yuqorida 6 ta narsani yozayotganimiz test plani, umumiy katta plan, juda katta plan. Xuddi uyni qurishda tushuntirib berdim. Nechta g'isht ketadi, nechta beton ketadi, g'isht qachon teriladi, beton qachon qo'yiladi, ureven qachon olinadi. Xullas, hammasi yozilishi bu test plan bo'ldi. Shu jarayon, xo'p, shu test plan bu topshiriladi. Deliverables. Nimalar topshirilishi haqida test planda gaplashiladi. Biz nima qilamiz? Sizlarga nima kerak deydi. Masalan, product ownerga aytasiz, sizga nima topshirishim kerak? Product owner aytadi, menga test plan kerak deydi. Test caseslar kerak deydi. Bug reportslar kerak deydi. Set summary report kerak, automation scriptlar kerak deydi. Ya'ni men shunchaki tekshirib berdingmi bo'ldi demaydi. Menga planni, caselarni, reportni, summarylarni, automation scriptlarni ko'rsat deydi. Bu endi ideal kompaniyalarda, bu O'zbekistonda kompaniyalarda bu holatni bilmayman. Endi men ishlagan kompaniyalarda bu holat bo'lmagan. Ideal deganda ideal hujjat so'raydigan kompaniyalar ideal albatta. Ideal hujjat so'raydigan kompaniyalar. Masalan, sizni har bitta tirnog'ingizni ichidagicha kir qidiradigan kompaniya desak ham to'g'riroq bo'lar ekan. Test plan so'raymiz, PO ga aytadi, PO bizga test plan kerakmi? Ha, kerak deydi. Test case nechta kerak? 15 ta kerak. Bo'ldi, deliverablesga qo'shib qo'yamiz. Bug reportslar kerakmi? Qanaqadir Jira'da bo'lsin. Ha, bo'ldi, Jira'da bo'ladi. Test summary kerakmi? Yo'q, menga test summary shart emas deyishi mumkin ba'zida. Kerak desa, natijalar statistika kerak. Automation script yo'q. PO automation script masalan tushunmaydi.
kerak emas deyishi mumkin. Ba'zilar kerak deyishi mumkin. Demak, deliverablesda PO bilan kelishasiz. Biz mana shularni qilamiz, buni qilmaymiz deb buni QA team lead yozib beradi. Demak, umumiy tushuncha bugungi darsimizda biz test plan nima? Test planda kerak bo'lgan narsalar scope, strategiya, test strategiya, resurslar, risklar, entry bilan exit kriteriya, boshda kirish qachon, chiqish qachon, nimalar bo'ladi, environmentlar qanday, keyin deliverables, ya'ni nimalar berishimiz haqida bo'ladi. Xo'p, test shop uchun o'zimizning sayt uchun biz qisqa test plan qilib ko'rganmiz. Mana scope qamrovi nima bo'ladi, out of scope nimalar tekshirilmaydi yozganmiz. Buni o'qib chiqasizlar. Ingliz tilida bo'lgani uchun jumlalari biroz murakkabdir, lekin faqat jumlalar ingliz tilida, tushuntirib berish o'zbek tilida. Bu jumlalarni bilmagan odam test kes yoza olmaydi, chunki buni funksional emas. Mana shuni agar siz hozir sodda qilib aytsak, mana unaqa tarzda yozsangiz, mana hozir xo'p, bu ham ilm bo'lib qolsin bizga. API deyaylik. API risks degani bor, mitigation degani bor. Bu so'zlar. Mana buni tavakkallar deb yoza olmaysizda. Ingliz tilini hech bo'lmasa boshqa risks darajasida bilish kerak. Tavakkallar deb dokumentatsiya yoza olmaysiz. Jinni bo'lganmisan deydi. Entry bilan exit kriteriyani boshlanuvchi va oxiridagi talab so'ralayotgan unaqa deb bo'lmaydi. Yo'q. Test planda masalan qisqasi boshlang'ich atamalarni bilishimiz shart. Hech bo'lmasa A1 daraja deylik, sodda qo'ydik. A1 daraja bilishimiz shart. Bularni o'zgartira olmaymiz. Xullas darsimiz shu edi. Bu umumiy katta mavzu bo'lgani uchun 20 minut vaqtdan oshiq vaqtimiz ketdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh.